Yo, mer, buncha izmurudni berish shart emas edi. 2 stok menatni uncha ham ish qilmayman, prosta fozizlar olaman va unerlarda shuncha narsalar. Yo, adashsan, sen menga judayam ko'p ishlar qilgansan. Sen bu qishloqqa judayam ko'p yordam bergansan. O'shaga senga ko'proq bugungi oy pulingni ko'proq beryapman. O, rahmat. Mer, sizdan zo'ri yo'q. Ha, bo'pti. Mayli, bora qol Ruxsonboy uyiga bor. Charchagan bo'lsang kerak edi. Mendan beri ish qilyapsan. Ha, juda ham charchadim. Mayli bo'lmasam mer, men ketdim. Bolalar, yes, короче, senga e'tibor bermaysizlar bolalar, lekin bolalar mana bu izimrudlar ko'ryapsizlarmi? Yo, endi boyvachcha desanglar bo'ladi-da meni. Pullar chachib yurayman. Qo'y, ya'ni ko'rib qolmasam o'qib qo'yadi. Короче, mayli. Yo, buncha odam. Qishloqi? Qo'shni, nimaga odam bunchalik to'planib ketdi? Nima bo'lyapti bu yerda? Bironta to'y bo'lyapti nima bola? Yo, qanaqa to'y? Men uyimda sotyapman. Nima? Uyingni qanday sotyapsan? Tushunmadim, qandacha? Короче, masalan, blog yoki masalan aynagini ham yo'g'ini sotaveraman bu joyni. Bolalar, sizlarga o'zimning Telegram kanalimni tavsiya qilaman. U yerda videolarni tashlab turaman va yangiliklarni va o'zim ishlatadigan modlarni tashlab boraman. Hoziroq o'tib obuna bo'lib, rostdanmi? Bo'pti, mana litsenziyasi qancha so'm bo'pti? Litsenziyasi bitta izimrud. Nima, bitta izimrudmi? Demak hammasini sot. Bular hammasi ko'p stok izimrud olib ketadi-yu. Da. Xo'p, bo'lmasam menga nima kerak bor bo'lmasam? Bilmadim. Lekin miyang ishlabdi. Bundan ko'p daromad topasan. Hozir bo'pti. Bironta narsani olayincha bo'pti, mayli. Mana bu divoningni olaman. Menga divon kerak qolishi mumkin. Xo'sh, mayli, shu divonni olyapman. Necha stok bo'ladi? 3 ta stok izimrud. Nima? Shuni o'ziga bitta stokka, bitta 2 ta stok deyman-da, qanaqa? 2 izimrudga ham 2 izimrudga oladi-yu. Yo, men 3 stok deyman-da. 3 ta izimrudga sotaman. Ha, mayli. Qo'ymading-da. Bo'ldi. Hozir beraman. Hozir Xo'p, bo'ldi. Yaxshi qol. Xo'p, mayli. Bolalar, muammo. Lekin buni yaxshi ham oldim bolalar. Men uyimga juda ham kerak edi. Men kichkina divonda yotar, juda ham siqilib ketdim. Mana bular buzaylik-da. Divonimni qo'yib qo'yaman. Hozir buzamiz. Mana buni buzish kerak. Hop, mana endi divonni qo'yamiz. Bak. Hop, mana bu yerga, buni bu yoqqa, buni bu yerga ochib qo'yamiz. Bolalar, bolalar, negadir? Ha, bo'ldi. Men endi bu yerda xohlaganimcha yotaman, juda ham katta. Maza qilib yotaman, xohlasam bunaqa qilaman. Bo'lmasa, maza qilib kompyuter chuqurlab keyin yotarman. Hop. Qo'shnimni ko'raychi, sotib bitibdimi? Ko'raychi bitta. Yo, qo'shni, qishloqqa shuncha izimrudga sotdingmi? Hammasi shuncha bo'ldimi? Albatta shuncha bo'ldi-da. Voydo, buncha ko'p bu. Nima qilasan endi bunga? Bilmadim. Bitta uy olaman-da. Katta uy, o'zimga chiroylikkina. Shunday degin. Bitta shu eshik qoldi. Eshikni olmaysanmi? Yo'q, shart emas. Menda o'zimda eshik bor. Iltimos. Ha, mayli. Olaveraychi, hali yana 3 ta stok ishlagan, 3 ta izimrud ishlagan edim. Yo'q, oq qishloqiga yordam bergandim. O'shanga 3 ta izimrud bergan. Yana 1 2 3 bo'ldi. Hozir tur. Nima buzilmayapti bu?
Tapta az pulni qaytarib beraman. Bu eshigim buzilmayapti. Qarach, izimritlar o'zimniki. Bera olmayman. Mayli, bug bo'layotgan bo'lsa kerak. Bilasan, Minecraftda buglar ko'p bo'ladi. Ha, to'g'ri aytasan, buglar ko'p bo'ladi. Nima qilib bo'pti? Pullaring ishlatasanmi? Ha. Ha, mayli. Hozir nima olasan? Hozir biroz ko'rgunicha. Xo'p, qilam ketib qoldi. Qishloq. Bu pulni nima qiladi? Shunga hayronman. Menimcha bu uydan ham ko'p narsa olsa kerak. Ha, mayli, olaversinchi biz ungacha. Uyqum kelyapti-chi. Hozir uxlab qolaman-chi. Aniq tezroq uxlamasam, ancha kechqurun ham tushib qoldi menimcha. Kompyuter o'ynaverib, esimda ham yo'q. Tezroq uxlasam. Qishloq. Balki o'sha uyni ham qurib bitgan bo'lsa kerak. Katta uy solib bitgan bo'lsa kerak, pullarni olib ketgan bo'lsa kerak. Yepa. Yo'q. Hali ham pullarni olmadimmi? Qayerda o'zi qishloqi? Yo. Nima? Qishloqqa. Hamma narsalarini sotdingmi? Hammasini sotdim. Hozir ertaga shularni hammasini meni oldimga olib berasan, tushundingmi? Xo'p, bo'ladi. Sizni aytganingizda qolaman. Bo'lmasam pul, ertaga olib kelasan. Men hali qo'shningni ham pullarini olib, qo'shningni ham uyini sotgan. Va men polizni ham sotib, qishloqni ham sotib olsang roziman. Xo'p, bo'ladi, xo'jayin. Aytganingizni bajaraman. Bo'lmasam, hozir ishga tush. Bolalar, tezroq. Kimdir tosh eshitilyaptimi? Tezroq. Bolalar, eshitdinglarmi bolalar? Bolalar, eshitdinglarmi? Qo'shnimni gipnoz qilib olgan ekan. Endi nima qilamiz? Banditmi, qandaydir bandit qo'shnimni gipnoz qilib olibdi. Hozirroq uni o'ynashim kerak. Qanday? O'y top, bolalar, nima qilaman endi? Bolalar, miyamga hech narsa kelmayapti. Tezroq. Mayli. Ular ertaga ko'rishamiz dedi. Ha, mayli. Bunisi ham ertaga ko'ramiz. Hozircha hech narsa qolmayman. Kechqurun ham tushgan o'sha qaranglar bolalar. Ha, mayli. Kompyuterimni chuqurlab ozchalik o'tirib turaman, ertaga ko'ramiz. Bo'ldi bolalar. Ertaga tushdi o'sha uyqum. O'sha ertaga tushdi shekilli. Pullarimni solib qo'ymabman. Bolalar, to'xtab turinglar. Ehtimolga qarshi avtomatda olaman. O'sha ehtimol ham tushdi. Bo'ldi, ehtimol qarshi avtomat otaman. Hozircha ishim kelmagan. Tezroq bekir olishim kerak. Ketdim. Tezroq bekir olaman, keyin orqasidan toptirib bolalar. Cho'p, bironta narsa oling. Mana men ham blok olaman. O'sha blokning orqasiga bekir olaman. Hozir bolalar. Mana qarab turinglar. Kabitda. Meni sezishmaydi ham. Hozir mana. Let's go bolalar, endi kutib turamiz shu yerda. Ha, bolalar mana kelishdi ular. Ana. Hamyon olib keldimi? Hamyon olib keldim. Endi izimizlar yig'ishtirish payti keldi. Xo'p, buni hozir yig'ishtiraman. Tezroq, hozir boshlasam ekan. Avtomatim bor. Tezroq.
Sen kimsan? Sen kimsan? Hazıra kolini ko'tar. Hazıra kolini ko'tar. Bo'lmasam seni o'ldiraman. Sen kimsan? Otaman dedim men senga. Hozir men aytganimni qo'y. Ya. O'ldirdim. Qishloqqa o'zingga kel. Eshitibsanmi? Allo. Menga nima bo'ldi? Qishloqqa. Nimalar bo'lyapti menga? Nima bo'ldi Husamoy? Qirchi, sen hozir uyingni sotding va shuncha puling bor. Nima qayerda men uyimda sotgim kelmayapti-da. Men hali ijozat olmadim-ku. Qayerda bo'ldi? Seni qarachi qandadir endi seni bandit bunaqa bitta banditmi o'g'rimi? Qarachi seni endi gipnoz qilgan ekan. Keyin men pullardi. Yo'q, men nima qilaman endi, qanday olaman? Bunda uyingga qurolasan bemalol. To'g'ri aytasan, lekin. Bo'pti. Voy, xafa bo'lma, lekin men seni qutqarib qoldim. Rahmat Husamoy, seni ham juda qattiq xursandman. Rahmat. Arzimaydi. Arzimaydi. Xo'sh, mayli, toptir 5 minut kutib tur, hozir senga yordam beraman mana bularni yig'ishtirishga. Xo'p, hozir xayrlashib oling. Bu bola qirchi уже bo'ldi, shu yerda videomiz tugagan.